Hammaga salom. Men Davronbek Ermatov, Prezident maktabi bitiruvchisi hamda Westminster universiteti talabasiman. Nexus Schoolda ingliz tili va matematika fanlaridan dars beraman. Shu kunlarda Prezident maktablari degan so'zni ko'p eshityapsiz, lekin ular haqida yetarli ma'lumotingiz yo'qmi? Unda men hozir sizga Prezident maktablari haqidagi barcha ma'lumotlarni yetkazaman. Prezident maktablariga 2009-yilda asos solingan bo'lib, ular ixtisoslashtirilgan maktablar agentligiga qarashli. Demak, agentlik tarkibiga faqatgina Prezident maktablari kiradimi? Yo'q, ularning tarkibida siz bilmagan yana ko'plab maktablar bor. Agentlik tizimida hozirda 12 ta viloyat, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Toshkent shahridagi 14 ta Prezident maktabi faoliyat yuritib kelmoqda. Ularning bazalari 2009-yilda, bazalari esa 2021-yilda ochilgan va o'shandan beri o'z tarkibiga respublikamizning eng iqtidorli o'quvchilarini qo'shib kelmoqda. Yurtimizning turli hududlarida Abdulla Oripov, Muhammad Yusuf kabi badiiy adabiyotga ixtisoslashtirilgan turli ijod maktablari o'z faoliyatini yuritib kelmoqda. Bundan tashqari, matematika, fizika va astronomiya fanlariga ixtisoslashtirilgan Mirzo Ulug'bek maktabi, kimyo va biologiyaga ixtisoslashtirilgan Ibn Sino maktabi hamda maxsus IT fanlariga ixtisoslashtirilgan Al-Xorizm maktablari o'z faoliyatini yuritib kelmoqda. Yaqindagina ochilgan Bahodir Jalolov nomidagi boksga, Oksana Chusovitina nomidagi gimnastikaga ixtisoslashtirilgan maktablarni ham aytib o'tmasak bo'lmaydi. Keling, bugun sizga sizning farzandingiz nega aynan Prezident maktablarida o'qishi kerakligini aytib o'taman. Prezident maktablarida farzandingiz STEM fanlariga ixtisoslashtirilgan Buyuk Britaniya ta'lim tizimi ostida bilim oladi. Ta'kidlash joizki, darslar bir vaqtning o'zida ham mahalliy, ham xorijiy o'qituvchi tomonidan Cambridge darslari asosida interaktiv tarzda olib boriladi. Farzandingizning kreativ fikrlashini hamda dunyoqarashini keskin oshirib beradigan faktorlardan biri u doimo respublikamizning eng iqtidorli o'quvchilari tarkibida bo'ladi. Dunyo darajasidagi o'qituvchilar hamda o'quvchilar bilan doimiy ingliz tilida muloqot qilib borish orqali esa bolangizning kelajagi keskin o'zgarmay qolmaydi. Agarda farzandingiz Prezident maktablarida o'qiyotgan bo'lsa, u maktabning o'zida ham SAT, IELTS va hattoki Britaniyaning A-level imtihonlariga tayyorlanadi va maktabning o'zida imtihon topshiradi. Bunday natijalar hamda maktab taklif qiladigan barcha sharoitlar bevosita farzandingizning kelajakda nufuzli xorijiy universitetlardan grant o'tish ehtimolligini oshiradi. Sharoitlar haqida-ku qancha aytsak ham kam. Bepul ta'lim, mehmonxonalardan qolishmaydigan qulay yotoqxona, jahon standartlariga javob beradigan sinfxonalar, zamonaviy uskunalar, keng kutubxona, 5 mahal issiq ovqat, turli bepul to'garaklar, basseyn, dam olish va ko'ngilochar zonalari, xavfsiz va katta maktab hovlisi va eng asosiysi, farzandingiz xotirasida butun umr muhrlanib qoladigan xotiralar. Xo'p, unda Prezident maktablariga kirish uchun nima qilish kerak? Yurtimiz bo'ylab 14 ta Prezident maktablari har yili 24 donadan 4-sinf bitiruvchilarini qabul qilishadi. Qabul qilish jarayonlari esa 3 bosqichdan iborat bo'ladi. Birinchi bosqich bu hujjat topshirish jarayoni va bu iyun oyida bo'lib o'tadi. Barcha 4-sinf bitiruvchilar hujjat topshira olishadimi? Yo'q. Agarda farzandingizning matematika hamda tabiiy fanlardan baholari 5 bo'lmasa, ular hujjat topshira olishmaydi. Ikkinchi bosqich bu saralash bosqichi va bu imtihon iyul oyining boshlarida bo'lib o'tadi. Saralash bosqichida har bir talabgorga 30 ta, 10 ta oson, 10 ta qiyin va 10 ta o'rtacha matematika savollari berilib, umumiy talabgorlar soni nechta bo'lishidan qat'iy nazar faqatgina 480 ta o'quvchi keyingi bosqichga o'ta oladi. Uchinchi bosqich asosiy imtihon bo'lib, iyul oyi oxirlariga yoki avgust oyi boshlariga to'g'ri keladi. Ushbu bosqichga o'tganlar esa 24 ta muammoni hal qilish, 16 ta tanqidiy fikrlash hamda 40 ta ingliz savollaridan sanaladi. Yakuniy natijalar esa avgust oyining oxirlarida Cambridgening rasmiy saytida e'lon qilinadi va eng kuchli 24 ta o'quvchi sentyabrdan boshlab o'z hayotini Prezident maktabida davom ettiradi. Prezident maktablari hamda sifatli ta'lim haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, bizning ijtimoiy tarmoqlarimizni kuzatib boring.